Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun 1-dekabr viloyatimiz hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini namunali tarzda tashkil etish, ayniqsa tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida ushbu avtokon rusumli ko'chma tezlikni o'lchovchi mobil qurilmalari o'z ish faoliyatini boshlaydi va belgilangan tartibda eng ko'p yo'l harakati qoidalari buzilishi va tezlikni me'yordan oshirish holatlari kuzatilayotgan hududlarda ushbu tezlikni o'lchovchi mobil qurilmalarimiz o'z ish faoliyatini olib borishadi. Shuningdek, ushbu tezlikni o'lchovchi mobil qurilmalarimiz o'rnatilgan hududlarda radar yo'l belgisi hamda tezlik cheklangan yo'l belgilari o'rnatilgan bo'lib, bevosita uzluksiz 24 soat ish rejimi tashkil etiladi. Shunday ekan, barcha haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga va tezlik me'yorlariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, umr tezlikdan muhimdir.